5 ta molni bitta joyga olgan odamga bitta semental bonus. Bonus. Telefon qilgan odamni ishi bitadi. Tars bo'ladi. Bo'ldi, telefon qilgan odamni ishi bitadi, semental bonus. Bor baraka ketdi. Do'stlar, xudo xolasa bemalol. Assalomu alaykum YouTube kanal ishqibozlari. Bugun sizlarga xudo xolasa taqdim etadigan mollarimiz 5 ta bo'g'oz mol taqdim etamiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha hafta kuniga bugun payshanba 8-may 2025-yil. Biz Toshloq tumani Aramazor mahallasidamiz. Umidjon akamizdan 5 bosh sinaqda ishonchli bo'g'ozlar bor ekan. Yana bitta bonusiga bitta semental ham bor, bonusiga. 5 tasini olganga bitta joyga semental qo'shib beriladi. 5 oylik semental. Laklarda bosishsin. Umidjon aka, alaykum assalom. Sog'lik, yaxshimi aka? Tushimsiz? Rahmat aka, tushimsiz? Ishlar bo'lyaptimi? Ko'rsatay aka, 5 bosh mollarim bor. Aha. 5 bosh sigirlarim bitta joyga kelsa, mana bonusiga bitta bo'lsa bor. Bonusiga bitta semental aka. Mashinaga 21 da pastda bermaydi. Men berib yuboraman. 5 ta olgan odam. Mana semental bo'ladi, 20 dan baland. Bitta molni puliga ketadi. Bitta molni puliga ketadi. 5 tasini bitta joyga olganga bitta bonus. Bitta bonus. Aka, qani mollarni bir boshdan arzon qilib faqat aka. Xalq bob, hamma bob qilib aka. Aytaverasiz. Bo'ldi aka. Mollarni ko'rsatay. Birma-bir. Mollar tay sohalari behijolat. Bu mollar anaqa taylanib, netilmagan-da bu mol. Mana yonlari shaltag'i bilan turibdi mollar. Sog'ilgan mollar. Ha. Taylagan yo'q, taylasam bu Taylasiz. Umidjon aka, mana shu molimizdan aytib o'tasiz endi aka, bu necha oylik, nechinchi qoringa bu? Aka, qonida ikkinchisi, bitta tuqqan, 10 ajin. 5 oylik bo'g'oz. Aha. Obunachilaringiz ko'rarsan, biz olib borib beramiz. Dastlabkilari bor, vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida. Vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida. Yemasa, ichmasa, ussa, tepsi, o'zini o'zi yemsa, bachadonachisi yutasa meniki mol. Bo'ldi. Nech pul aka bu mol? Aka, bunga 29 berishsin, kami bor. Necha oylik bu? 5 oylik. 29 bas. Boshlanishini sal endi yo'lida qiling. 28 berishsin. 27 ham deng. Bor baraka. 27 million kam bor. Bemalol telefon qiladasiz, telefon qilgan odamning ishi bitadi. Bunisi-chi aka? Tishi 6 kira aka. Tishini bitta ochib qo'ying, tishini aka. Qani tishini degan odamlarga. Ha do'stlar. Baqiyotdi. Do'stlar, tishi 6 ta mana. Tish bosmagan hali. Bo'ldi, qo'yaring aka. Bunisi nechta tuqqan aka? Bunisi qonidagi 3-chi. Qonni 3-chi necha oylik? 3 oylik. 3 oylik. Bunisi necha oylik aka? Ayting buni. 5 oylik. Bunisi 5 oylik, bunisi 3. Ha, ikkinchisi xonda. Bunisi 3 oylik. Nechinchi xondagi? 3-chi. 3-chisi. Yuvosh nimalari behijolat. Yuvoshlik holati. Ko'rinib netib. Ha, sosiya sohasi behijolat do'stlar, mana yuvosh. Hay, Tayland xudo xolasa. Molimiz nech pul endi Umidjon aka? Aka, obunachilaringiz endi yo'lda qilib beramiz endi aka. 29 ham bor buni. 29. Ha, bunisiga ham endi bo'lmaydi endi, shuni endi sizga yarashmaydi Umidjon aka. 28 ham bor. 27,5 kami bor. Ketdi vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab ketdi. 27 kami bor. Do'stlar, 3-qoringa 3 oylik bo'g'oz 27,5 million kami bor. Vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida. Telefon qilgan odamning ishi bitadi. Aytilgan narxi qiziq emas, telefon qilasizlar, tushadi. Bunisi obunachilaringizga men yana ham tushib beraman, telefon qilgan odam. telefon qilsa bo'ldi. Telefon qilgan odamning ishi bitadi. Odamning ishi bitadi. Bo'ldi aka. Bunisi aytib o'taylik. Aytilgan gap muhim emas do'stlar. Telefon qilsalar ishlayim bitadi. Aka, bular rossiyskiy. Bu deymiz-ku, rossiyskiy mollar o'zi hammasi Rossiyadan tushgan. Rossiyadan kelgan. Ularda vilkalarni ham ko'rsatib qo'ying, hammasida bor. Bo'ldi. Bu qanaqa zot qanaqa aka buni? Zot aka endi menga to'qol deyishdi aka. To'qol. Rossiyskiy. Rossiyskiy to'qol deyishdi. Ha. Bu nechinchi qoringa aka? Bu qonida ikkinchisiga. Qonida ikkinchisi. Ha. Necha oylik bo'g'oz? 6 oylik. 6 oylik bo'g'oz, qonida ikkinchisi. Tishini bitta ochaylik Umidjon aka mana shuni. Tishini oching deganingizmi? Mana tishini
Mol baquvvatda do'stlar, mana tishi. Lapatchi bo'lib turibdi. To'rtkura. Bo'ldi, 4 ta tishi ekan. Valloh xudo xohlasa sog'lomligiga behijolat javob. Manzilimiz aniq. Ichmasa maniki aka. Yemasa ich. Gapimdan qaysam nomad. Bo'ldi aka. Bunisi nechi pul aka? Shved. Buni puli nechi pul endi Umjon aka buni? Arzon. Qancha aka obunachilarga aka xudo xohlasa qo'ldan kelgancha bozordan arzon bo'lsin aka. Bir qiziqtiraymi? Nechi pul aka ayting, yondiring. 30 million? Kami bor. 30 million kami bor do'stlar. Kami qancha? 29 berishsin. 28 chi bunisiga. Bo'laveradi. Bor baraka. Telefon qilgan odamni ishi bitadi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Aka telefon qilganda odam ishi bitadi. Ishi bitadi. 27 ga ketdi aka. 27 million. Bor baraka. Bo'ldi aka. 3 million tushgan aka. Do'stlar 30 million deyilgan mol 27 million. Telefon qilgan odamni ishi bitadi deyilyapti, xudo xolasa. Molimizni bo'yi do'stlar bo'yini aytmasdan ketyapman, lekin bo'yi baland molimizni. Biri 35-40 ham chiqadi. Bu sohasi yaxshi. Undan baland. Kilo. Undan ham baland. Bunisi nechi pul shvetimiz? Mol akam demak kelsam o'zim men bilan teng turibdi. Mana mol bo'yi baland, katta. Mani bo'yim 1.70 aka. 70. Buniki 1.60 o'raylik. 50 ekanda. 1.50. 50. Bunisi nechi pul Umjon aka? Bunisi arzon. Bu shvet aka. Shved. Necha oylik bo'g'oz bu? Aka bu 5 oy. 5 oylik bo'g'oz. Puli nechi pul? 27 da. 27 kami bor. Buni qanchaga beramiz endi? Hammasidan tushyapmiz, bundan ham tushaylik endi. 26 yarim. 26,5 million. 26 million ketdi aka. Bo'ldi. Bu olaxoncha aka. Olaxonam yosh. Olaxon nechi pul, necha oylik, nechta tuqqan? Olaxon bitta tuqqan. Bitta tuqqan. Qonda ikkinchisi. Yoshlik sohalari do'stlar. Molimiz yuvosh, bexijolat. Tishini ochaylik Umjon aka mana shuni. Bunisi Do'stlar 3 oydan o'tgan 4 oylik bo'g'oz deyilyapti bu. Buni puli qanaqa endi aka? puli 26 million kami bor. 26 million kami bor. Do'stlar 26 million kami bor deyilyapti. Aka, nechi pul? Vodiy bo'lib ketdi 25 million. 25 million ketdi aka. Do'stlar, xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Telefon nomerlarini pastda qo'yib o'tamiz. Xona ajinchani ham ko'rsatib qo'ying. Xona ajincha bonusga ketdi Umjon aka. Ya xona ajinchani ham bir ko'rsatib o'tavering. Bo'ldi. Semental xonajinimiz 5 oylik xonajin. Bo'ladi 120 shunaqa. Ya obunachilaringiz ko'rib olsin deyman-da. Qiziq. 5 tasini bitta joyga olgan odamga ketadi-da. Bu bonusga ketdi aka. Bonusga Ketdi aka. Do'stlar, xudo xolasa telefon qilgan odamning ishi bitadi, bemalol telefon qilaverasizlar. Ama aytib aka. Sinaqda ishonchli mollar. 4 ta 5 ta olgan joyga, hammasini olgan joyga ketadi ama aytib. Hammasini 5 ta 3 ta olaman degan odamga pulga sotaman. bo'ldi aka. 5 tasini bitta joyga olgan odamga ketadi semental. Bo'ldi aka. Do'stlar, bemalol telefon qilib o'tirasizlar. Telefon qilgan odamni xudo xolasa ishi bitadi. Kanalimizga obuna bo'linglar, like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmanglar do'stlar. Bundan qiziq videolar hali xudo xolasa oldinda. Aka bag'i bomba bo'ladi. Tars bo'ladi. Bo'ldi Umjon aka. Telefon qilgan odam ishi bitadi, bo'ldi aka. Do'stlar, telefon qilaverasizlar, mollarimiz sinaqda, ishonchli. Xudo xolasa telefon qilgan odamning ishi bitadi.